Voy, bu mana anginani kattaligini qaranglar. Bu qanaqa qilib nafas olib, qanaqa qilib yurgan shu paytgacha. Xo'p, bu bolamizda tez tomog'i bezovta qilgan hisobiga tangli murtalarini hozir olamiz. 1 yil oldin adenoid bezlarini olganmiz. O'sha paytda tavsiya berilgan bir vaqt o'zida adenoidini ham anginasini ham olish kerak deganimizda ota-onasi oldirtirmagan. Ana 1 yil shu bilan kurashishdi, oxiri natija bo'lmagandan keyin ana anginalarni bugun olamiz. Tavsiyam shifokor ko'rigidan o'tgandan keyin shifokorga ham ozgina quloq solish kerak. Etilgan ishlarni o'z vaqtida qilinsa, shunaqa qayta operatsiya qilinmaydi. Mana alhamdulillah operatsiyamizni tugatib oldik. Qizaloqimiz bu darddan xalos bo'ldi. Tangli murtalari juda ham katta, ichi to'la yiringi. Shu yiringli holat qizaloqimizni qiynayotdi. Tez bo'g'imlarda og'riqqa, tez qaytalanuvchi yiringli holatga mana bu narsaga chek qo'ydik xolos.